الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alqışlar alemlerin Rabbi Perverdigarı Allah'a olsun. Bütün qollaş, salat ve selamlar destekleşlerinin hemmisi rəhbərimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve səbdaşlarına ve onun sahabelerine ve onun yoludan manğan bütün səbdaşlarına olsun. Esselamu Aleyküm Şərqi Türkistanlı qarindaşlar. Bu yıl Ramazan ayı yetib geldi. Hemimizden Ramazan ayımız mübarek olsun. Cenab-ı Allah bu Ramazan'da kılgan ibadetlerimizni kabul kılsın, dualarımızı kabul kılsın ve icabet kılsın. Ve neticede bu Ramazan'da yüzümüzü özgertip Allah'ın salih kulları katardan buluşqa nisip kılsın. Amin. Qarindaşlar, Ramazan ro'zasi İslam dinidagi 5 farzning birisi. İslam dini 5 narsaning ustiga bino qilingan bir binoga o'xshaydi. Shu binoni tutib turgan 5 turukning birisi Ramazan ro'zasi. Ramazan ro'zasi degan vaqtimizda bizning o'rganganimiz bo'yicha, ko'rganimiz bo'yicha etdigan subhdan akşam kun chirib ketguncha tamoq yemaslik, suv ichmaslik, jinsiy aloqa qilmaslik deb bilamiz. Bu Ramazan ro'zasining tashqi ko'rinishi. Buningga qatib kunduzlari Qur'on o'qiymiz, akşamları taravihda Qur'on o'qiymiz, kunduz itikof qilamiz, har turli ibodatni qilamiz. Chunki payg'ambar alayhisalom bu Ramazonda qilgan ibodatlar boshqa oylarninkidan bek farqli bo'ladi, bek ko'p bo'ladi degachga shunday ibodat qilamiz. Endi bu Ramazon oyining ulug'lig'ini o'rganish uchun bu sirtqi suratga qarab turib o'rganish tez. Shuning uchun bu Ramazon oyi nima uchun ulug', nima uchun bunda Alloh ahamiyat beradi, nima uchun islomning 5 turukining birisi qilib bekitilgan deganni bilish uchun Ramazan ro'zasining mohiyatiga qarashga to'g'ri keldi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan egimiz Ramazan haqida mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramazanallazi unzila fihi'l Qur'an hudan lin-nas ve bayyinatin minel huda vel furqan ila ahiril ayet. Allah bu ayet shundaq deydi. Ramazan ayı shundaq bir ayki bu ayda Allah'ın kalamı bo'lgan Qur'oni Kerim insonlarga nozil qilindi deydi. Unzila fil Qur'an. Qur'on nozil qilindi degan gap nima degan gap qarindoshlar? Qur'on Allohning kalami. Allah bizga o'zining kalamini ivatib biz bilan so'zlashyotdi. Buni Ramazonda boshladi. Andan keyin Allah bizni muhatap qilib qabul qildi bu yerda, o'zining muhatap qilib, ya'ni yaratgan o qadar Allah'ınki yaratgan mahluqat turib, shuning orasidan insonni tanlab, o'ziga muhatap qabul qilib, biz bilan so'zlashni xohlagan Allah bu so'zlashni Ramazonda boshladi. Bu Qur'ondan iboratdi. Qur'on nima uchun kelganda? Hudal linnas. Bütün insaniyetke hidayet beriş üçün. Yani doğru yolunu gösteriş üçün. Nimenin doğru yolu bu? İnsanlık sübtide aciz bir məxluq. Bu dünyada bəxtke, bayaşat turmuşqa, salametçilikke, bəxtke ihtiyacımız boğandek, biz bu dünyalık üçün yaratılmay, ahiretteki ebedi hayat üçün yaratılgan boğaçqa, ahirette mi bəxtke ihtiyacımız var. Şu dünyadaki bəxtimizni ve ahiretteki bəxtimizni qo'lga keltirishimiz uchun qanday qo'lga keltiradigan yo'llarga ehtiyojimiz var. Bu Qur'on bizga shu yo'llarni deb berdi. Ey bandam, dunyoda baxtli bo'lay desang, ma ishlarni qilasan,
ma işlerini qilmaysan. Oxiratda baxtli bo'laysan, ma ishlarni qilasan, ma ishlarni qilmaysan deb bizning dunyoligimiz va oxiratligimiz uchun, baxt saodatimiz uchun Qur'on bizga yo'l ko'rsatdi. Allohning kalamida bu yo'l ko'rsatishlar bor. Yana nima hudal linnas ve beyinatin minel huda vel furqan. Yana hidayetlerden terkip tapkan hidayetlerden ibaret beyinatlar var. Beyine. Delil ispatlık, kösek köreleydiğen, tutsak tutalaydiğen, tetkik kılsak tetkik kılıp bunun nedisini çıkaralaydiğen hüccetler, ispatlar, deliller var. Hidayet dairesi de değil. Yana nima var bu Kur'an'da? Vel furqan. Furqan var. Furqan degan Uyg'urchada tuyg'unliq deymiz-ku. İnsanda bir tuyg'u bo'ladi. Bu tuyg'u agar shu Qur'on bilan yaqin to'g'a vaqtida nayt kuchli bo'ladi. İnsani şuur, insonga loyiq bir şuur. Bu tuyg'ular Qur'onga yaqinlashgan vaqtimizda o'tkir bo'ladi. Qur'ondan uzoqlashib ketgan vaqtimizda o'tkirligini yo'qotadi. Shuning bilan Qur'onga yaqin kelgan vaqtimizda haq-nahaqni bilalaydigan bo'lamiz. Haq batilni bilalaydigan bo'lamiz. Sat chiroylikni arayalaydigan bo'lamiz. To'g'ri xatoni tushunalaydigan bo'lamiz. Qur'ondan uzoqlashib ketgan vaqtimizda to'g'ri xatoni bilmaydigan, haq va batilni bilmaydigan, do'st dushmanni arayamaydigan bo'lib qolamiz. Qur'onning mushundaq shuurimizni bilaydigan, tuyg'ularimizni nayt kuchli qiladigan mush furqonlik xosiyati bo'lg'achqa buni Xitoy tajovuzchilari bilgachga. Shuning uchun Xitoy tajovuzchilari bizni Qur'ondan cheklaydi, islomiyatdan cheklaydi, o'zimizning an'analaridan, islomiy kulturlarimizni cheklashning sababi shu. Chunki Xitoy dushman. U dushman bo'lg'achqa bizni baxtli qiladigan vositalardan, yo'llardan, hidoyat yo'llaridan Xitoy cheklaydi. Shuning uchun qarindoshlar, biz bu Ramazonda shuning uchun jiq Qur'on o'qiymiz, shuning uchun jiq ibodat qilamiz, shuning uchun butun kuchimizni o'sha Ramazonda chiqarib o'zgarishga tirishamiz. Chunki Ramazon oyi o'zgarish oyi. Nima uchun o'zgaramiz? Chunki Ramazondan boshqa vaqtlarda yana Ramazondan shundoqda, Ramazondan boshqa vaqtlarda biz dunyoda yashaymiz deb, qo'saq vaqimiz deb, bola vaqimiz deb, uyni jo'ndaymiz deb davomli dunyoning keyniga kirib, qilishga tegishli vazifalarimizni qilolmaymiz. Alloh buyurgan qilishga tegishli vazifalarni qilmay, dunyoning keyniga kirib ketgandan keyin nima bo'lamiz? İnsanlık salahiyetimizden tüvellep gitimiz. Allah bizni aş yaratgan orijinal halatki insanlık ahlakımız, insanlık fıtratimizden tüvellep gitimiz. Ahlakımız bozuludu, fitratimiz bozuludu. Şunun için Ramazan kelgende Allah bizni Kur'an'a yakınlaştırış arkalık, ibadet kıldırış arkalık bizge aş fitratimizge yakınlaşış, qaytib kelish, insanlığımızga qaytib kelishni Allah maksat kılgaçka Ramazan'ın özgürüş eyi deymiz. Özgür şey diye vaktimizde mesela normal insanlığımızı saklap kalalıgan bolsak, texmi yaxshi holatga özgürüşümüz lazım Ramazan'da. Eğer insanlığımızı saklap kalanmay, haq nahaqni tushunmaydigan, düşmanni ve do'stni bilmaydigan holda kallamiz qarang'ulashib ketgan bo'lsa, bu chaqda bu qarang'uliklarni tashlab Qur'onning nuri orqali nurga chiqishimiz lazım. Mesela normal bir Uygur süptede biz mezlum deyimiz koy özümüzne. Xitay tecavüzçüleri vatanımızın tatip aldı, şunu olan vatandan kovulap çıkarıldık, biz sırtı mezlum, işleşin ihtiyacımız var, ballarımızın bakışı ihtiyacımız var deyimiz. Şunun için ben ballarımla baksam ibadet, muşumana yitidu dep qaraymiz. Ama Kur'an undaq demeydi. Kur'an deydi ki, üzerine baksan, mustamlikidi qağa vatanını azat kılsan, ahiretligini kazanırsan deydi. Çünkü vatanını tatqızıp koygan Allah emas biz. Unda olganken vatanını tatqızıp koyganның bedelini biz öteymiz bu dünyada. Şunun için vatanımızın tatqızıp koyganga vazifamizni qilmaslik nimamiz yok, erkinligimiz yok. Vatanını tatqızıp koyganlımı, koymaganlımı özünün küçüklük vazifeleri var her milletning uni qilishi lazım.
bizdek vatandan ayrılıp kalganlar texmi jiq vazifa qilishi lazım. Vazifalarini ado qilish uchun texmi jiq kuch chiqarishi lazım. Shuning uchun bizga kuch lazım bo'lg'achqa Ramazon cheniqish oyi deymiz. Ramazon cheniqish oyi. Nima uchun cheniqimiz? Masalan, bedenimiz sağlam bo'lsin, bedenimizdagi immun sistemi kuchli bo'lsin degan vaqtimizda aytganlar chiqib yugurimiz-ku, bedenim kuchli bo'lsin deb. Yugurib cheniqsak, yugura oladigan bo'lamiz. Mushtlashib cheniqsak, mushlasha oladigan bo'lamiz. Xos sahada cheniqsak, shu sahada kerak keladigan bo'lamiz. Shuning uchun biz vazifamiz og'ir bo'lg'achqa xos sahada cheniqimiz. O'zimizning vazifasi nim bo'lgan bo'lsa, shu vazifani qilish sohasida cheniqamiz. Unda vaqt bizning vazifamiz nima edi? Vazifamizni bilish uchun qarindoshlar, yana Qur'onga murojaat qilamiz. Qur'on bizga nima deydi deb. Mas shaxsiy ibodat vazifalarimizda buni bilamiz. Masalan, iymon etish deymiz, namoz o'qish deymiz, zakot berish, ro'za tutish, haj qilish. Bu shaxsiy ibodatlarni bilamiz. Ammo biz inson, biz sosyal canlılık, bir ijtimoiy canlılık buluş sütümüz bilen bizning vatan uchun xizmat qiladigan, o'z millatimiz uchun, o'z ummatimiz uchun xizmat qiladigan vazifalarimiz bor. Bu vazifani Allah bayon qilib, Qur'oni Karimda shunday deydi. Bizni alqat ahvolimizni tushuntirib, Allah nima deydi? Qur'onda Vatan surasi deydigan bir sura bor. Suratul Balad. Şu Vatan surasida şu vatanning ahamiyatini, vatandoshlikning ahamiyatini, millatga xizmat qilishning, vatanga xizmat qilishning ahamiyatini tushuntirib bo'lgandan keyin, o'sha bu tushuntirishning hammasi insonning ustiga qilingan vazifa. Shuni qilib bo'lgandan keyin Alloh falaqtahamal aqaba deb bizni tanqidlaydi. Nima degan gap bu? Bu insonlar mushundaq vazifasi bo'lsa, Alloh rizosi uchun vatani uchun ishlaydigan vazifalari bo'lsa, o'z millati uchun ishlaydigan vazifalari bo'lsa, vatandoshlik vazifalarini ado qiladigan vazifalari bo'lsa, buni tashlab qo'yib, o'zining holi bilan bo'lib ketdi, qusoq g'ami bilan bo'lib ketdi, hayotlik alakchiligi bilan bo'lib ketdi, falaqtahamal aqaba, davonni ashamadi deydi. Davonni ashamadi. Nima degan gap? Davonni bilamiz-ku. Bizning Sharqiy Turkistonda G'o'ljiga barpo qildi biladi. Shunda daval bo'ladigan, qilib shunda kuchab ta'sir chiqadigan bir davan. Kuchimisa chiqilolmaydi davandan. Allah bizning ma dunyodagi hayotimizni davanga o'xshatyapti. Zodi ma dunyoga dunyo deb at qo'ylarlar. Dunyo degan qarindoshlar. Alqi davanninki pes kichib ketgan tarafi degan gap. Dunyo adnaning muannas shakli. Adna degan eng yaqin yoki eng chuqur degan gap. A'la deganning ta'tirsi. A'la degan eng yuqori tarafi, adna degan eng to'nga ketgan tarafi degan gap. Shu adna kelimasining muannas siyg'isi dunyo. Ya'ni insonlarni eng pastga tortadigan, asfil safilanga tortadigan yo'l degan gap dunyo degan gap. Bu asfil safilanga tushib ketmaslik uchun ta'tirisga mansaq, past tarafning ta'tirisi yuqori bo'ladi. Davan. Allah deydi, bu inson davonga menish kerak bo'lgan inson davondan oshamidi deydi. Nima uchun davon tarafga mangitdiq? Vazifalar eri bo'lgandan keyin jannat yuqori tarafda, Allohning rizosi yuqori tarafda. Yuqori tarafga yuqori himmatli odamlar mangalaydi. Cho'ng sifat odamlar mangalaydi. Oliy darajalik, kuchli odamlar yuqori tarafga mangalaydi. Tuvan tarafga o'zini qo'yib pas jumlab ketaverdi, kuch ketmaydi. Shuning uchun Allah insoniyatni tanqid qilgan vaqtida mushunchalar vazifasi tutsa buni qilmay, bu insonlar davondan oshamadi deb tanqid qiladi. Unda bo'lganda davon nima degan savol keldi-ku bizga. Va ma adraka mal aqaba. Davonning nimaligini bilamsiz banda? Ya'ni sening eshishing kerak bo'lgan, g'alaba qilishing kerak bo'lgan davonning nimaligini bilamsan deb Alloh bizdan so'rayapti. Va ma adraka mal aqaba. Aqaba degan nima? Davon degan nima bilamsan? Bilmasang men deb beray deb Alloh o'zi javob beradi. Fakku raqaba, azatliq. Davon degan, davondan eshish degan azatliq. Fakku raqaba degan
Ma gədəndəki taqılıb qalğan taqaqlarını eçib taşlaş degan gap. Burunqi zamonlarda esirgi tushgan odamlarning qo'lini mana ikki yonga bog'lab turib, bo'yniga taqaq solib, mundaq qilib haydab mangadigan ish bor. İnsan balası o taqaq bilan yashashga rozi bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh ey bandam, seni men ma dunyoga hur yaratdim. Mendan boshqa hech kimga qul bo'lmaysan deb yaratdim. Hech kimga qul bo'lmaysan, mendan boshqaga qul bo'lsang jahannamga kirasan degan qonuniyat bilan yaratdiq Alloh bu dunyoga bizni. Shuning uchun bu dunyodagi birinchi vazifamiz nima? Bo'ynimizga tushgan shalni elib tashlash uchun, taqaqni qirib tashlash uchun fakku raqaba lozim. Qirib ashalni, bo'yonga tushgan shalni qirib, uni parchaqlab tashlash, elib etish degan gap uni fakku raqaba. Buning mazmuni qulluqdan qutulish degan gap. Davanning birinchi ishilish kerak bo'lgan vazifa davandagi qulluqdan qutulish. Endi qulluqdan qutulish degan vaqtda qarindoshlar dunyoga qarab baqsaq, bizdimi bek qulluq holat kuchib qolgan boshqa bir millat yo'q. Bormi ya? O'ylab baqinglar, bizningmi to'nimiz kuchib qolgan? Her saatini o'ylab baqinglar. Davlat besevelingan işgaliyet ostiga uchirganlikdan qarasanlarmi? Bizdek eg'ir holat kelib qolganlik yo'q. Başqa millatlar urushaydisi urushalaydi ekan, u ham bu yerdan yordam olaydi ekan, uni qilaydi ekan, buni qilaydi ekan. Biz hech nima qila olmaydigan darajaga shunda tushib qolibmiz. Dushman besib, hammamizning qo'llariga, bu yo'llarga, putlarga taqaq kishilarni selib, shu qimirlayanmas holatga qilib qo'yapti. Buni cheqish vazifamiz bor. Vatanimiz ishg'ol qilingandan keyin biz qul bo'lgan millat, qulluqdan qutulish farz. Bu davandan eshishning birinchi qadami bu. İkinci qadami nima? Fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba. İt'amun fi yawmin zi masghaba degan umum yüzlük açıqchilik yuz bergan chaqdisda, shu chaqdisda o'zining inson qarindoshlariga, o'zining aqrabolariga, tuqqanlariga, millatdoshlariga, millatiga bir narsa bera olish. Va da masg'aba degan yo'qsullik degan gap, umumyuzlik millatning boshiga tushgan, butun davlat bo'yicha bosh tushgan bir yo'qsullik. Bu yo'qsullik yemak to'g'rilikmi, yemekdan yo'qsul. İçeydigan bir narsa yo'q, suvdan yo'qsul, pul, iqtisoddan yo'qsul. Buni urib tashib etay desa, qurol yaroqdan yo'qsul. Ehtiyoji bo'lgan hamma narsadan yo'qsul qolgan millat bo'yicha buni zi masg'aba deydi. Shu zi masg'aba holatdagi insonlarga it'am, ta'minot yetkazib berish. Qo'saq och bo'lsa tamoq berish, suvsiz bo'lsa suv berish, qo'l yaroq bo'lmasa qurol yaroq berish, ma'naviy ozuq lozim bo'lsa ma'naviy ozuq berish, shunday qilib bu insonlarni yo'lab baloyi ofatdan qutuldirish degan. İt'amun fi yawmin zi masg'aba. Bunda kunlarda kimga berish? Yetiman, yetimga. Yetim desa bizga onasi yoki dadasi o'lib qolgan kichik bola keladi-ku. Umu yetim. Ammo millat sifatida yetim bo'lib qolish texmi ig'ir ekan. Ko'ryapmiz-ku. Bizning vatanimiz musulmon davlatlarining orasida ikkinchi o'rinliq cho'ng davlat. Zamin tuproqimizning cho'ngligini nima qilib baqinglar. Aşında bir çoğun Müslümanların devleti bir Türk zemini İslam tupraqı işgal ostiga tushsa, hech qanday bir qarindoshdan, meyli milliy qarindosh bo'lsin, meyli diniy qarindosh bo'lsin, hozir qadar yardım keminiga qaraganda Sharqiy Turkistonlikdek yetim bir millat yo'q. Bu yetim deymiz buni. Bu yetimga yardım qilish davandan eshishning sharti. Yani Sharqiy Turkistonlikqa yardım qilish davandan eshishning yana bir sharti. Texmi uchiqtiga vaqtda qarindoshlar, Sharqiy Turkiston xalqi Sharqiy Turkistonga yardım qilish, o'zimizga yardım qilish, o'zimizni qutuldirish davandan eshishning yana bir sharti degan gap. Aw miskinan za matraba, yoki to'pi esib chang to'zanda qolgan miskinlarga yardım qilish.
Bu miskinlik noktasından qarğan vaqtısımı Şərqi Türkistandan xalqıdan bekrak miskin bir insan var mı? Seliştirib bakınlar. Mana Allah bunu muşundaq miskin insanlarga, yetim insanlarga igi chiqish, azatlık, gədinni qulluqdan qutquzuş bunun davan ekanligini so'zlab o'tdi. Bu davandan aşamadan deb Allah bizni tanqid qilib o'tdi. Davandan aşamasak nim bo'ladi? İmtihandan o'tmaymiz degan gap. İmtihandan o'tmasak nim bo'ladi? Mag'lub bo'lamiz. Baradağa yerimiz ölgenden keyin hazır tınıp oturup ma dunyoni ko'rib, oxiratni ko'ramagan bilan ölgenden keyin lan bizga ikki eshik var. Ya cennet ya cehennem eshigi. Başka option yok qarindoshlar. Shunda bo'lgandan keyin bu Ramazan bizni cheniqtirish uchun. Ramazan cheniqtirish eyi, cheniqish eyi dedik ya. Cheniqish orqali nimaga erishimiz? O'zimizni kuchlandirish orqali üzümüzünü qutuldiradigan hareketke qatnasha oladigan halga kelishimiz lazım. Üzümüzünü qutuldiradigan hareketke, qulluqdan qutulish hareketiga qatnashishimiz lazım. Bu Allah tarafidan farz qilingan bir ibadet. Mush ibadatni qila oladigan darajada mush Ramazonda yetishimiz inshaalloh. Shuning uchun qarindoshlar, Sharqiy Turkiston surgundi hukumati nomidan Şərqi Türkistan xalqiga qilingan murojaat shu. Mush Ramazonda ibadetimizni yaxshi qilaylik. İbadet qilishimizdagi maqsad Allohni rozi qilish bo'lsin. Allohni rozi qilgandan keyin Allohdan bizning bo'ladigan talabimiz, ey Alloh, mening gunohlarimni kechirim qilgin. Chunki men hayotimda vatan millet hizmetini kılanmadım, bek eğer günahım var, günahımını köçürüm kılgın dep, yüzümüzün günahımız için mağfiret dileyli. İkinciden, ya Allah, ata-analarımın günahını mağfiret kılgın. Çünkü şulamı, aşında karanlık zulmet, Xitay işgaliyeti de tuğulup, senin dınından mehrum kağaçka, ulamı vazifelerini ada kılanmadı, ulanılma mağfiret kılgın dep, ata-anamız için istiğfar etayli. Ata-anamızın atısı için, ata-anası şunu da qilaydi. Şu vaqtda qulidan kelganini qilmay, mush ishg'oliyat ishi shulardan bizga meros qolg'achqa, ularni gunohi bor deb qarab, ular uchun istig'for aytaylik. Bu istig'forimiz milliy istig'for bo'lsin. Millat shaklida. Butun millat nomidan Allohga istig'for aytaylik, Alloh gunohimizni mag'firat qilsin. Chunki bu Ramazon oyining 10 kuni, boshqa 10 kuni rahmat kuni. Allah'ın bizge iş çağırtıdığın günü. Şu 10 günde doğru düzgün Allah diyen boyunca şu urluk ibadet kılarsak Allah'ın bizge iş çağırtıdığın halga kilodu Allah. İkinci 10 günde ibadet kılarsak, Ramazan'ın ruhuna uygun ibadet kılarsak, yüzümüzü uygutup çenek şarkılık ibadet kılarsak Allah bütün günahlarımızı mağfiret kıldığın günler. Oturduk 10 gün. Ahırdaki 10 gün azatlık günleri. Bizni cehennemden azat kıldığın, mümkün dualarımızı icabet kılıyor. Allah'ım Xitay işgaliyetini azat kıl desek, onu makul kılırım deyip duayımızı kubul kıldığın günler. Şunun için bu Ramazan'ı bakıya ötküz etmeyi qarindoshlar, ibadetini Allah rızası için kılaylı, dualarımızı halis kılaylı, vatanimizin müstakilliğini esliga keltirishni Allah'dan talep kılaylı ve şu haqda hareketki ötkidek kabiliyet ve kuch berishni Allah'dan tilayli qarindoshlar. Şunun için bu Ramazan ayimiz biz için, şundaqla bütün musulmonlar için hayırlı olsun, bereketli olsun, Allah günahlarımızı mağfiret kılsın, Allah bizni salih kullarından, salih bendilerinin qatarından kılıversin. Şərqi Türkistan'ı müstakil, hür devletlerinin qatarından kılıversin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.